Zamonaviy oxirgi texnologiyada no frost sistemada ishlaydigan, bo'yi shunchalik baland bo'lgan, lekin narxi ancha past bo'lgan xolodilnikni ko'rsataman. Ranglarini ko'ryapsizlar, mana shunaqa mokra asfalt rangda, no frost sistemada ishlaydigan, ichlari bo'lsa ancha keng, 3 qavatli mana shunaqa nebiyushli oynalardan iborat. Tepa qismini o'zi 168 litrdan iborat va eng qiziq taraflaridan nolvoy zonasi ham bor. Meva sabzavotlarni bemalol qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Total no frost eng so'nggi texnologiya, qirov yig'maydi, havo orqali muzlatib, mahsulotlarni sveji saqlab qo'yadi. Morozilka qismi bo'lsa 62 litrli morozilka bo'ladi. O'zini mana shunaqa ikkita yuruvchi o'zini qismi bor. O'zini maxsus boshqaruv paneli ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Tepa qismini yoki morozilka qismini alohida boshqarsanglar bo'ladi. Eng zo'r tarafi super cool, ya'ni super muzlatish rejimi ham bor. Eshigini ko'rishingiz mumkin. O'zini maxsus mana shunaqa qora tonirovka oynali cho'ntaklari bor. Bu yoqqa mahsulotlarni qo'yib qo'yib, yaxshi holatda saqlaysizlar. Aynan shu modelimizda Zifler brendining 230 litrli xolodilniki inverter kompressorli bo'ladi va motoriga 10 yil garantiya beriladi. Ovozlari ham eng past to'lqinda ishlaydigan aynan shu xolodilnikimizni $266 qilib beramiz. Rahmat.